Gay. Bu malasini hepsi gay. Qani gay? Hoppa, qani. Unda o'tirib olamiz. Hozir naryoqda gay, qaragin. Nimaga hozir men bu yerga o'tib oldim? Chunki avtopilotda yurgan mashinani ko'rsa, katta ehtimol bilan to'xtatib bizni jarima qilishlari mumkin. Mana. Qara gay. Ko'rasam? Hozir bular biza avtopilotda ketayotganimizni ko'rishganda nima qilishardi bizani? Bitta kommentariy yozib qoldiringlar. O'zi bunga qonun bormi? Menga aytinglar-chi. Mana hozir men ketyapman. To'g'ri, mashina o'zi yuradi. Har qanaqasiga. Mana hozir yana sizlarga bir tekshirib ko'rsataman. Mana, atamankalarni qo'yib, men aql dam olib ketishim kerak. Mana shunaqa payt to'xtatishsa nima bo'ladi? Menga aytinglar-chi, nima bo'ladi? Xullas, bilmadim. Ketdik. Javohir aka 100 tezlikda ketyapsiz. Nima bo'lyapti? Vahima qilmang. Nima vahima qilasan? Biz Aykarga ketyapmiz. Hozir qish sharoiti real necha kilometr turishini sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz.